Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan birgina sehrli so'z yordamida Telegramdan chiqmasdan YouTube platformasidagi siz izlagan har qanday video yoki filmni bir urinishda topib, tanishingizga tezgina yuborish yo'lini o'rgataman. Qani ketdik. Buning uchun Telegram kanaliga kirib, uchuqcha vid so'zini yozib, bitta apostrof, ya'ni bo'sh joy qoldirib, kerakli so'zni yozib olamiz. Misol uchun o'zbek kino. Bir qator kinofilmlarni chiqarib beradi. Milliy o'zbek kino. Bu orqali o'zingiz uchun kerak bo'lgan qiziqarli kinokomediyalar va badiiy filmlarni topib, bemalol Telegramni o'zida tomosha qilishingiz yoki istagan yaqiningizga jo'natish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Onam bilmasin o'zbek kino. Bu orqali yana juda ko'p imkoniyatlarni siz bilan tanishtirib o'taman. Misol uchun trend musiqalari deb yozsangiz yoki istalgan trenddagi biron bir qo'shiq nomi yoki qo'shiqchi nomini yozsangiz, sizga kerakli musiqalarni topib berish imkoniyati mavjud. Mana Nazira. Uchinchi imkoniyati shunday bo'ladiki, kerakli so'zni yozib, kulguli komediyalar, misol uchun kulgu vaqti yoki kulgu time deb yozib, kayfiyat ko'taruvchi turli videoroliklarni topishingiz yoki yaqinlaringizga ulashishingiz mumkin bo'ladi. Mana bir qator kulguli, ajoyib komediyalarni sizga chiqarib beradi. Tojboyev, kulgu vaqti. Xo'sh, bundan tashqari sizga kerak bo'lgan, misol uchun bomdod namozi ayollar uchun yoki har qanday psixologni, blogerni ko'rsatadigan blogerlaringiz nomini yoki intervyularini tomosha qilishingiz mumkin. Xuddi shunday, bundan siz ham foydalanib sinab ko'ring. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldirsangiz javob beraman. Albatta sinab ko'ring.